eng ko'p berilayotgan savollar. Shu qo'chqorlaringizni qancha vaqt boqdingiz? Qancha vaqt oralig'ida yaxshi semirtirish mumkin? Bundan tashqari nima yem berasiz? Qanaqa tartibda berasiz? Necha mahal berasiz? Degan savollarga shu videoni oxirigacha ko'rsangiz javob olasiz. Agar bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'lsa, bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bundan tashqari har qanday fikr bo'yicha ochiqmiz. Bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Agar imkonini topsak, kommentariyani o'zida kattaroq mavzu bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar. O'zimizning Chorva YouTube kanalining obunachilari. Hop. Bugungi videomiz o'rtoqlar, shu YouTube kanalni boshlaganimizdan buyog'iga eng ko'p berilgan savollarga javob beramiz qisqacha. Asli o'sha savollarning javobini YouTube kanalimizdagi videolardan topsa bo'ladi. Lekin yana bir bor juda ko'p savol berilayotganligi uchun yana bir bor alohida video tayyorlab bermoqchiman. Hop. Eng ko'p savollardan bittasi, qancha vaqt boqdingiz shu qo'chqorlarni va qancha vaqtda qanaqa holatga olib kelish mumkin yoki bo'lmasa shunaqa semirtirish mumkin degan savol. Birinchi savolga qaranglar, qisqa lo'nda javob berib ketaman. Qo'chqorlar sentyabr oyida uyimga kirib kelgan. Oktyabrda o'rtalaridan rostmana yem berish boshlangan. Hozirgi kungacha 9 oy vaqt deb hisoblayverasiz. Boshida 1 oy, 1,5 oy donga o'rgatiladi. Nimaga? Don yemagan, makka bug'doyni umuman tanimaydigan qo'chqor bo'ladi. Dalani tog'da, adirda qo'chqori bo'lsa. Ayniqsa, Hisorlar, Voha tomondagi bo'lsa, shunaqa holatda bo'ladi. Endi qancha vaqtda yaxshi semirtirib boqish mumkin? Avvalo, siz olib yemga tashlamoqchi bo'lgan qo'chqoringizni holatiga bog'liq. Agar 5-6 oylik qo'zi bo'lsa, mana shu holatda boqish kerak. Men olganimda 5-6 oylik qo'zilar edi. O'sha vaqtda tirik vaznga zo'ri endi o'rtacha 42-43 kilo to'g'ri kelardi. Kecha bittasini so'yib necha foiz go'sht berishini hisob-kitob ko'rdik. Shunda 65% desak ham bo'laveradi. Realni chiqqan 64%, 1 kilo 1,5 kilolik pustum bo'lingan. Shu bilan 65% deyish mumkin. Hech kim qarshi bo'lmaydi menimcha. Endi agar qo'yingiz sal kattaroq 9-10 oylik yoki shishakka chiqqan holatda bo'lsa, yemni sirazi bosib beraverasizda. 4 oyda yoki bo'lmasa zo'r bersangiz 3,5 oyda tayyor holatga yetib keladi. Mana shunaqa holatga yetib keladi. Tez semiradi unda. Lekin bitta narsa bor. Men ko'pchilikka maslahat beraman. O'zimiz qo'y sotganimizda. Shu videoda ham xuddi shunday aytaman. Qarang, hisob qilib ko'raylik. Hozir o'rtacha 4 million deylik. Qo'zi qo'chqordi. 5-6 oyligida. 10 tasi 40 million so'm bo'ladi. Shishakka chiqqan, badani juda semiz emas, shishakka chiqqan holatdagisi kamida 5,5 yo'qsa 6 million. 6 ning ustida ham. Hop, 5 million 800 dan deylik, 10 tasi 58 million bo'ladi. Endi qarang, 58 millionlik qo'ydi 10 tasini olib, unga donasiga 1 milliondan yegizib 4 oyda, chunki ikkilarni ko'p berasiz, bosib berasiz. 1 milliondan yegizib 4 oydan keyin hozir tani shunda 6 million 800 mingga tushgan bo'ladi. 100 kiloga chiqarib 8 milliondan sotgandan ko'ra, boyagi 10 ta 40 millionga olgan qo'yimizga 1,5 milliondan yegizing. 7-8 oy, 8 oy, 9 oy mobaynida. Shunda tani 5,5 millionga tushadi. 8 milliondan sotsangiz, boyagidan ko'ra ancha foyda qilasiz. Ya'ni kim siz olgan 5-6 oylik qo'zini tayyor bo'lishi boyagi shishakka chiqib qolgan, ozg'inroq bo'lgan qo'zini tan narxidan arzonga tayyor bo'ladi. Tushundingizmi? Lekin bunda ham vaziyatga bog'liq. Siz 4 oy, 5 oyda, 3 oy, 4 oyda tayyor qilib chiqarmoqchimisiz? Qarshi emasman. Vaziyatingizga bog'liq. Vaqt masalasi bor bu yerda. Xo'p, keyingi savolimiz. Qanday yem berasiz? Eng ko'p savollardan bittasi bu ham. Mashq qo'chqorlarga o'sha oktyabrdan boshlab don berishni boshlaganman. Makka, arpa, bug'doy. Boshida bir xil berardim. Keyin ozginadan keyin makkani kamaytirdim kilosini. Farqi yo'q. Bir xil miqdorda 33% dan qilib turib,
aralashtirib pishirib bersa bo'laveradi. Men pishirib berganman. Shunday qozonga solasiz, ozgina suv qo'yasiz, qaynatasiz, bo'ldi. Yorma, porma unaqa qilish shart emas. Olib berilaveradi. Boshida 150 gram, bir kunlik yemini aytyapman-da, 150 gram 200 gramdir. Shunaqadan to'g'ri kelgan bo'lsa Donoboyiga. Hozirgi vaqtga kelib 1 kilo 400, 1,5 ga chiqmaydi, 1 kilo 400 dan yedi mana shular. 1 kilo 400 dan yedi. Endi o'sha vaqtda necha kilodan don to'g'ri kelganligini hisob kitobini qilmaganman. Endi xudo xolasa bu yil boqqanimda shunday qilaman. Donni tushundilar-ya. Donni keyin eng yaxshisini, eng sifatlisini beraman. Ko'p marta aytganman. Kerak bo'lsa ana shu bug'doyini o'zimni xo'jaligimda un tugab qolsa tegirmonga olib borib un qildirib yeyaveradigan darajada sifati yaxshi. Endi yana bitta eng ko'p beriladigan savollardan bittasi qo'ramiz masalasi. Qo'ramiz mana to'liq ko'rinishligi uchun bu tarafga oldim kamerani. Mana qo'ramiz. Qo'ramiz uzunligi 20 metr. Har bitta qo'rasini ichi 4 metrga 3 metr 60 santimetr. Bunaqasiga u devorda mana bu ustunga qadar, mana bu ustunga qadar 6 metrda yo'lagimiz 1,5 metr qolgan. Mana bu yerda 1,5 metr oshiqroq joy qolgan. Mana bu o'xrimiz hisobiga u yog'i 4 metr. 4 ta qo'ra siqqan. 5-inchisi somonxona. Balandligimiz shiftgacha, mana shu birinchi qavat shiftigacha 3 metr, undan u yog'i yana 2 metr bor. Narigi tomoni sal balandroq qilgan 2,5 metr chiqadi. Yana bitta savol, bitta qo'rangizga nechta qo'y sig'adi? Hozir mana shu 100 kilolik katta qo'chqorlarimdan 10 tasi bemalol turadi. Agar qo'zi qo'ymoqchi bo'lsam 14 tagacha sig'dirsa bo'ladi. Ya'ni 4 ta ko'ykaga 14 tadan 56 ta qo'yni mana shu joyga joylash mumkin. Bundan ham yana savol berishadi. Ko'proq sig'dirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Uni ham yechimi bor. Endi men shunday qurganman. Boshqacharoq qurib, har bitta qo'ra oralig'ini yo'lak qilib turib, yo'lakda ham ikki tomonini o'xir qilsangiz, qo'rani bitta tomoni emas, ikkita tomoni o'xir bo'ladi. Qo'chqor uchun nima kerak? Yeydigan joyi, yemishi, yotadigan joy bo'lsa hisob. Ichkariga 20 ta qo'chqor ham yotaveradi. Joyi yetarli. Lekin qo'ramiz shu 14 taga arang sig'adi, yoki bo'lmasa katta bo'lsa 10 ta, 12 ta oralig'ida arang sig'adi. Shu yetarli menga. Baland qilishimizning asosiy sababi shamollatish. Yana bitta eng zo'r men hozirgi kuzatuvimda nima qilganim, agar ana shu ventilyatorlarni o'chirib qo'yilsa, mashq qo'chqorlar birontasi yotmaydi. Yerga yotmaydi. Mana shu issiqda yotganda juda qizib ketadi shekilida. Ventilyatorni kelib qo'shasiz. Qo'shaman. Har kuni kuzatilayotgan narsada. Shu bilan bir 10 minut orasida bitta qo'ymay yotib oladi. Sal salqinlik sezgani bilan yotadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda o'zimcha salqin degan joyingizga ham ventilyator qo'yib qo'ying, ziyon qilmaydi. Xo'p. Yana ko'p savollar bor, lekin hozir men videomiz vaqti cho'zilib ketyapti. 7,5 minut, 8 minut bo'ldi уже. Shu ma'lumotlar menimcha bugungi videoga yetarli deb o'ylayman. Agar yana kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing. Imkoni bo'lsa kommentariyani o'zida javob beraman. Agar imkoni yo'q, kattaroq mavzu bo'ladigan bo'lsa, shunday video qilib kanalga joylayman. Yaxshi ma'lumotlar, foydali ma'lumotlarni ko'p berib boraman, xudo xolasa. O'shaning uchun kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mehnatim, ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, agar to'g'ri deb hisoblasangiz, laykni bosasiz, kommentariyada fikringizni qoldirasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim hammani chorvasiga baraka bersin.